hazratlaridan hikoya qilinadi. U zot: men bu ilmga faqat uni hurmat qilib erishganman. Qog'ozni doim tahorat bilan olib, betahorat kitobga yaqin kelmas edim. Hattoki oddiy o'qigan kitoblarni ham nima bilan ushlagan ekanlar? Tahorat. Shayxul Islom Sarahsiy hazratlari kunlarning birida qorin og'rig'iga kasalligi bilan og'ridilar. Mana boyagi mavzu. Eshiting. Qorin og'rig'i bilan og'ridilar. Sizga Alloh yetkazdi shu narsani. Boyagina bo'lgan narsa aytdingiz. O'sha kechasi tahoratlarini takror yangilaganlar. Xullas 17 bor tahorat olgan ekanlar. Qorin og'rig'i uchun. Tushunayapsizmi? Chunki u zot ilmlarni faqat tahoratdan qaytarar edilar. Ya'niki ilmlarni tahorat orqali qaytargan ekanlar. Zero ilm nurdir. Tahorat esa poklik va nurdir. Ikki nur bir-biriga qo'shilib, nurlar yanada ziyoda bo'ladi. Tahoratning nuri ilm nurining ziyosini ko'paytiradi. Rioya etilmog'i nihoyat zarur bo'lgan amallardan uzursiz qiblaga va kitoblarga oyoq uzatmaslik. Nima ekan? Qiblaga, oyoqlarga, kitoblarga, Masalan, mamnun qiladi-ku. Mamnun qilib o'tiradi. Mumkin emas ekan, qiblaga qarab, hamma kitoblarga qarab. Oyoq uzatish mumkin emas ekan. Qur'on. Albatta, Qur'on kitob eng muhimi. Bu hozir oddiy kitoblar haqida ketyapti gap. Qur'on kitobi endi umuman, Qur'on kitobi bor xonada pastga qo'yib yotish ham mumkin emas. Uzursiz qiblaga va kitoblarga oyoq uzatmaslik, tafsirga oid kitoblarni barcha kitoblarning ustiga qo'yish. Ya'niki mana bu Qur'on kitoblar tafsirlanib, uni ustidan boshqa kitoblarni qo'yib tashlamaslik kerak ekan. Uni eng ustiga qo'yish kerak ekan. Va ularni ustiga boshqa kitoblarni biror narsa qo'ymaslik hisoblanadi. Shayxul Islom Burxoniddin Marg'inoniy hazratlari hikoya qiladilar. Bir faqih olim kishi siyohdonini kitob ustiga qo'yar edilar. Shunda u zotga fors tilida barnayobi asmaysan, kamol topmaysan. Ya'ni bu degani aytadilarki, o'smaysan, barnayobi o'smaysan yoki kamol topmaysan degan ekanlar. Mazkur masalada Faxri Islom Qozixon nomi bilan mashhur ustoz Ali Yulqori hazratlari bunday deganlar: agar bir kishi bilan kitobni xorlashni, mensimaslikni iroda qilmagan bo'lsa, unda zarari yo'q. Lekin bu ishda ham saqlanmoq yaxshidir. Ya'niki o'sha siyohdonni qo'yishda, nimadir qo'yishda kitobni xorlik uchun emas, balki shuncha qo'ygan bo'lsa ham baribir bu ishdan saqlanish kerak. Uni yozilish mumkin. Saqlanish kerak. Ya'ni o'ziga foyda bo'lmaydi. Zarar yo'q deb diyor. Zarar yo'q, ammo saqlangan yaxshiroq. Ilmning ulug'lanishiga yuz tutadigan amallardan yana biri yozuvni ozoda, ko'rkam va husnixat bilan yozish sanaladi. Nima ekan? Yozuvni ko'rkam va husnixat bilan chiroyli yozish yaxshi ekan. Hamma vaqt boshqalar ham tushuna oladigan bo'lishga erishish kerak. Yozishda turli qisqartirmalardan saqlanmog'i ilm va ahli ilmni hurmatlash va ulug'lashni hisoblanadi. Ya'niki o'sha yozishda masalan bilan bo'lsa bni qilish yoki yana qaysidir so'zlarni qisqartirib yozish kerak emas ekan. Bu aynan shu qisqartirmasdan yozish bu o'sha ahli ilmni hurmatlash va ulug'lash hisoblanadi. Kitobning kesimi to'rtburchak bo'lmog'i kerak. Chunki to'rtburchak kesim Hazrat Imom Azam Abu Hanifa rahimahullohning kesimlaridir. Kimning kesimi ekan? Imom Azam Abu Hanifa rahimahullohning kesmalari ekan. Ya'ni shunday qilib kesim qilib yaratgan ekanlar to'rtburchak qilib. To'rtburchak kesimli kitob ko'tarishga, qo'yishga, mutolaa etishga yengil va qulaydir. Ilmi tolib sheriklarini va boshqa talabalarni ham hurmat qilmog'i, ularga rahm shafqat, izzat ikrom va yordamini ko'rsatishi kerak bo'ladi. Demak, yoningizdagi ilm oladigan sherigingizga nima ko'rsatishingiz kerak ekan? Hurmat. Izzat qilishingiz kerak ekan, ikrom qilishingiz kerak ekan. Zero mazkur ishlar ham asli ilm va ilm axloqlarini hurmatlashga kiradi. Ya'ni o'sha aytganimizdek ahli ilmni hurmatlash, ularni ildizlari juda ham keng ekan. Ya'niki bitta shu borib hurmat qilib qo'yish emas, balki bu yerda hattoki daftar ruchka ishlarni hurmat qilganingizda ham yoki o'sha oddiy so'zlarni qisqartirmasdan yozganingizda ham ahli ilmni hurmat qilgan hisoblanar ekansiz. Inshaalloh. Savollar bormi? Bor. Bor, menda ham. Savollar doim bo'lsin. Savollar bo'lmasa, u ilm bo'lmaydi. Menda bitta-da.
Bering. Shu Imom Azim Hanifa kim Abu bo'ldi? Hanifa bu Abu Hanifa. bizni mazhabimizni o'sha imomi hisoblanadilar. Ya'niki biz mazhabimiz, bizga shu mazhabimizni, aqidamizni yetkazib kelgan inson hisoblanadilar. Biz aytamiz-ku, mazhabing qaysi desa, nima deymiz? Imomi qaysisi? Imom Azam Abu Hanifa deymiz, to'g'rimi? O'sha inson shu bo'ladilar. Alloh rozi bo'lsa bo'ladi inshaalloh. Mahramiy Muntasir. Qanday? Mahramiy nima ekan? Bu haqida siz bilasiz-ku, mahram, nomahram nima degani? O'zingizga savol beraylik-chi. Nomahram bu anaqa boshqa din yo'lida islom dinidan chiqqan. Yo. Subhanalloh, tushunchangiz sal noto'g'ri ekan. Nomahram degani bu Bizga tanish bo'lmagan odamlar. yo'q. Nomahram. Unda ko'pgina odamda nomahram bo'lib ketadi. Masalan, qaysidir qarindoshingiz tanimasligingiz mumkin, lekin siz mahramingiz bo'lishi mumkin. Unday emas. Balki ma'lum bir o'sha ammalaringiz, mana biz, yana oyingiz, kelinlaringiz, keyin mana bu ayingiz, ular mahramingizga kiradi. Tushundingizmi? Qizingizni qizi, nabiralaringiz, ular mahramingizga kiradi. Endi nomahramlar kimlar desangiz, masalan, tog'ingizni qizi, amakingizni qizi, ular nomahram hisoblanadi. Yana ko'chadagi boshqa ayollar nomahram hisoblanadi. Tushunarlimi? Ularga nima qilish kerak? Yaqinlashishdan saqlanish, behuda ular bilan gaplanishdan, ularga ko'z tikishdan saqlanish kerak. Fitrat nima degani? Fitrat degani bu insonni fitrati, bu insonni shu Qalbi. ya'ni insonni shu tashkil topgan. Masalan, o'sha nimalarda, masalan, insonni kimdir axloqli bo'ladi, kimdir axloqsiz bo'ladi, to'g'rimi? O'sha fitrati bo'ladi. Uni nimadan yaralgan ekanligi o'sha umumiy bo'lgan holatda o'sha fitrat paydo bo'ladi. Ya'ni xarakter deyishadi-ku, o'sha fitrat. Hikmat. Hikmat yoz. Majusi. Ko'p hikmatli degani, ko'p hikmatli degani, ko'p hikmat. Majusi. Majuziy ma'noda degan eshitmaganmisiz? O'chirib qo'ying, isrof bo'lmasin. Yorug'lik yaxshi xonamizda inshaalloh. G'arazlikchi. Yo'q, majuziy degani qo'ying. Majuziy savolingiz bormi? Qolib ketmasin. Majuziy degani bu masalan qozonni qulog'i deydi, to'g'rimi? Qozonni qulog'i bormi? Yo'q, bu nima majuziy ma'noda. Masalan, ilmni o'rgansak, siz yuksaklarga uchasiz deydi. Inson isha oladimi? Yo'q, nima bo'lar ekan? Majuziy ma'noda. Keyingi savolingiz? G'arazlik. G'arazlik nima? O'zingizga savol beraylik. G'arazgo'ylik nima? G'arazgo'y bo'lma deydi-ku. Nima ekan? Anaqa qilgan nomi edi. Ya'ni birovlarga dushmanlik qilib, o'sha masalan nimagadir erishsa hasad qilib, shunaqa g'arazgo'ylik qilib yoki fitna. Yo'q. Farqliroq. Umuman farqliroq. Ya'ni g'arazgo'ylik qilib shu insonga yomonlik qilib yoki hasad qilib, nimadir unga ziyon yetkazish shu g'arazgo'ylik hisoblanadi. Mutabbar degani bu e'zozlangan degan ma'noda keladi. Mutabbar. Hurmat qilingan. Keyingi savolingiz inshaalloh. Masiyat degani bu gunoh, masiyat degani bu o'sha qilingan noma'qul ishlar bor-ku, mana gunohlar. O'shalar masiyat. Gunoh masiyat. Doibat degani masalan qarg'ishlar qiladi-ku, masalan, o'sha ustozning doibatini olmaslik kerak degani, masalan, ko'ngli og'rib qolgandan keyin doibat qilish mumkin. Masalan, ilming zo'r bo'lmasin deb olish mumkin-da birdaniga. O'sha doibat hisoblanadi. Bu narsadan saqlanish kerak. Ustozni u darajaga olib bormaslik kerak. Qoyim qolish degani bu doimiy o'sha ishni qilib borish. Masalan, bir kun qilib, 2 kun to'xtab qolib, yana bir hafta qilib, yana 1 oy, 10 oy to'xtab qolmaslikdan kerakda, balki davomiy qilib borish. Chunki Allohning huzurida Allohga ko'p narsa emas, balki oz-oz bo'lsa ham davomli bo'lgan narsa suyukliroq hisoblanadi. Buni unutmanglar. Tushunarlimi? Inshaalloh. Savollar tugadimi inshaalloh? Tugan. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Amin. Sizlarning ilmlaring buyuk bo'lsin inshaalloh. Ilmlaring foydali bo'lsin, boshqalarga bera oladigan bo'linglar inshaalloh. Demakki, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiq va'du amin. Allohumma la alimna illa ma alamtana innaka anta alimul hakim. Allohumma alimna va yanfa'una bima alamtana warzidna ilma va arina al-haqqa haqqan warzuqna tibba.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جتبه وجعلنا مما يستمعون القول فيتبع أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.